Xullas, hurmatli obunachilar, aksiyani borib bombasini boshladik. Qurbon hayit munosabati bilan bayram oldi. Siz obunachilar uchun aksiyani borib juda ahmag'ini boshladik. Makitadan 480 tali, MMA 480 inverterni svarishni apparatimiz. Xullas borib, shtusirlarning katta shtusirdan qo'yilgan, mana o'chirib yoqadigan, legrovka qiladigan, o'chirib kultivatorlar, zazamlina, sovutish tizimi, svarka apparat borib, 2 lidan tortib 4 elektrotga bemalol yoqib beradigan svarishni apparatimiz. Xo'p, komlektdan nimalar chiqadi deganda, mana biz cho'tkasi bor, bolg'achasi bor, shilaklar qoqqani, massa derja komplekt, o'zining ham обычный maskasi ham chiqqan, maskani o'ynagi, maskani ruchkasi. Mana shunday katta svarishni apparatimiz. Narxini borib, atiga $50, $70 atrofida sotilgan svarishni apparatimiz aksiya bahosi $50 dan qilib beryapmiz. Bunaqasi bo'lmagan, tez shoshil pastki nomer aloqa chiqarasizlar. O'zbekiston bo'yicha chiroyli dastavkalarimiz kelishilgan holda. Xullas bor, buni soni chegaralangan. Sklatimizda atiga 5-10 tagina bor. Shuning uchun ham hayit bayramiga bitta chiroyli aksiya qilib berdik. Aksiyani qilganlar bitta like bosib kanalga podpiska qilib qo'yasizlar. Xo'p, svarishni apparatimiz endi. Katta svarka apparati yoki kichkina deganlarga mana ko'rib turibsizlar. Mana svarkamiz katta, pastdagi kichkina. Xullas, multfilm svarkadan emas, kattagina svarka apparatimiz. Realniy aksiya qilib beryapmiz. Sonlar chegaralangan aytib o'tgandim. Mana bu o'zini ham svarishni inverterni apparat 480 tali. Xullas, maza qilib ishlatadigan svarka apparati. 2 likdan 4 likgacha yoqib beradi. Bitta ishlab ko'ramiz. Bitta like bosib kuzatib turaverasizlar. Svarishni apparatimizni ulov olib ko'rib turibsizlar. Shtusirlarim aytib o'tgandim. Katta mana elektrodlar bitta ko'rib chiqamiz. 2 lik, 3 lik, 4 lik, 3 xil elektrod, mana bu ko'k Arsenal elektroddan ham bor. Bitta yoqib ko'ramiz. Xullas, erinmasdan amalda yoqib ko'rsatyapmiz. Svarka apparat bor, ko'rib turibsizlar. Elektrodni uzmasdan yoqib ketyapti. Birinchi yoqqanimiz 2 lik elektrod edi. Navbatdan katta kichik qilib Arsenal elektrodimiz. Svarka apparat bilan gaplashsam boru, aka deyapti, ko'kmi, sariqmi tanlamasdan urama, qorasigacha qo'ying deyapti. Eng katta 4 elektrodimiz. Va svarka apparatga borib, haqiqatan ham gap yo'q ekan bu. Apparat aka 5 ligi yo'qmi elektrodiga? 5 ligi. Velichokkalar qo'yib hapa qilmang ularni. Qo'ylar urib ketaveradi. Apparatda ko'rib turibsizlar, 2, 3, 4. Bas 3 xil elektrod yoqib ko'rsatdim. $50 ga aksiyaga qo'ygan apparatimiz arzidimi yo'qmi? Kommentda fikrlarni kutaman. Svarka apparat yoqqan bo'lsa bormi, katta like bosib, kanalga podpiska qilib turaverasizlar. Bundan buyog'iga bor aksiyalarni yomonlarini qo'yib boraveramiz. Shuning uchun ham kanalga podpiska qilib qo'yasizlar. Aksiyalarni o'tkazib yubormasdan nima kerak bo'lsa olib qoladigan joyi bo'lyapti.